Ro'zg'or. Erkak bu g'orni kunda to'ldirish tashvishi bilan yashaydi va bundan g'urur, sharaf tuyadi. Ahli oilasiga olib kelgan kiyimlarni ularning egnida ko'rsa, ko'zi quvnaydi. Eng yaxshisini olmas, lekin eng yarashadiganini olishga harakat qiladi. Ahli oilasiga keltirgan taomlarni ular yeb turganini ko'rsa, dili yayraydi. Ular qancha ishtaha bilan yeganini ko'rsa, yana shuncha olib kelishni diliga tugib qo'yadi. Erkak oilasi nafaqasini qanchalik to'ldirsa, o'zini shunchalik dadil his qiladi. Erkak tabiati shunday. Erkak bularning evaziga bitta narsa kutadi. Topib kelganlari isrof bo'lmasin, tartib bilan joy-joyida ishlatilsin xolos.